Bola chaqang bilan o'tirib ko'radigan serial ham yo'q. Ularni qo'l uchida emas, oyoq uchida olingan kino deb yuborish hech gap emas. Sevgani motam ekan. Yosh katta odamlar, ayollar ham ko'rishini bilarmikin bular? O'zbekistonda kino san'ati endigina shakllanib borayotgan bir davrda ma'rifatparvar Fitrat kino 6 qadimiy san'atning samarali mevasidir deya izoh qoldirgan edi. O'sha paytda uni san'at darajasida tenglashtirgan ma'rifatparvar hozirgi O'zbekistonning ba'zi bir telenovelalarni ko'rsa, fikrini o'zgartirgan bo'lardi chamamizda. Xalqimizda bemaza qovunning urug'i ko'p bo'ladi degan maqolni bugungi kunda telekanallar orasida trendga aylangan, ijtimoilikdan nariga o'tolmayotgan, sonda ko'p, sifatda yo'q bo'lgan o'zbek telenovelalariga juda mos tushadi. Internet rivojlanishi bilan televideniyega bo'lgan ehtiyoj ham kamayib ketdi. Telekanallar tomoshabinlarni jalb qilish uchun turli yo'llarni qidira boshlashdi va taxminimizga ko'ra telenovela biznesini tanlashdi. Sababi har bir kanalda bir nechta versiyasi mavjud bo'lgan bu kontentlar kanallarning eng ko'p ko'riladigan vaqti prime time'dan joy olgan. Buni quyidagi infografikadan bilib olishingiz mumkin. Har kuni efirga uzatiladigan bu novellalar yo'q deganda tomoshabinning yarim soat vaqtini oladi. Qizig'i, ularning sifati pastligini bilish uchun san'atshunos bo'lish ham shart emas. To'g'ri, hamma telenovelalar ssenariysini ham yomon deb ayta olmaymiz, lekin ayrim aktyorlarni rolga kirishini ko'rarkanmiz, ularni qo'l uchida emas, oyoq uchida olingan kino deb yuborish hech gap emas. Telenovelalarni kuzatarkanmiz, bir holat bizni o'yga to'ldirdi. Ularda katta tajribaga ega aktyorlar badiiy tilda gaplashishsa, endigina ekranlarda ko'rinayotgan yosh aktyorlar guruhi cheva qo'shib, so'zlashuv qoidalariga mos bo'lmagan so'zlardan foydalanishadi. Telenovelalarning mavzularini ijtimoiylashib ketganini-ku aytmasak ham bo'ladi. O'sha shedevr qaynona va kelin masalalari. Yo qaynona yomon bo'lib kelinni chiqishtirmaydi, yoki kelin yomon bo'lib qaynonani xo'rlaydi. Ikkalasi yaxshi bo'lgan taqdirda albatta orada bitta yomon obrazdagi qaynisingil paydo bo'ladi. Qisqasi, har bir novellada kimdir xo'rlangan bo'ladi. Shu o'rinda yana bir holatga e'tibor qaratsak, har bir kanalda ijtimoiy mavzularni yoritib chiqadigan tok-shoular bor. Bu tok-shoular ham aynan prime time vaqtida efirga uzatiladi. Yaxshilab e'tibor berib qaralsa, tok-shoularda ko'rsatib chiqilayotgan mojarolar bilan telenovelalar mazmuni deyarli bir xil. Yagona farq, shoularda muammo bahs munozara ostiga qo'yilsa, novellalarda muammoli holat kino shaklida efirga uzatiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda biror bir maishiy yoki ijtimoiy muammoli masala ko'tarilib, bahs munozaraga sabab bo'lsa, oradan hech qancha vaqt o'tmay shu mavzuda telenovela efirga uzatiladi. Bizga bir narsa qiziq. Odamlar relslarda ko'raverib joniga tekkan muammoli masalalarni yana qayta suratga olib, efirga uzatishdan asosiy maqsad nima? Tomoshabinlarning ongiga qaynonalarning yomonligi-yu kelinlarning betga chaponligini singdirishmi? Qahramonlarga qarasangiz, albatta kimdir mutlaq yaxshi obrazda, kamtar, kamsuqum kiyingan, yomon obrazdagi ayollar esa doim zamonaviy kiyinib, bo'rttirib bo'yangan holatda gavdalantiriladi. Qachondir bu stereotiplardan voz kechiladimi o'zi? Endi novellalardagi biroz kulgili marketing uslubi haqida to'xtalib o'tsak, yuqorida ta'kidlaganimizdek telenovelalar har kuni efirga uzatiladi. Shu sababli yangi ssenariy uchun oilaviy mojarolar topish birmuncha mushkul qoladi. Shunday paytda ular bir-biriga o'xshab qolmasligi va ijtimoiy tarmoqlarda kanal reytingining tushmasligi uchun bo'lsa kerak, mazmuniga mos keladimi, yo'qmi, o'qigan odamni yuzini qizartiradigan turli xil sarlavhalar o'ylab topishadi. Sevgani motam ekan, qizim otasini sevib qoldi. Primoy efirda onam sharmanda bo'ldi. Qaynonamga ismim yoqmagani uchun uni o'zgartirdi. Sovchilarga singlisini ko'rsatib, keyin esa opasini uzatishdi. E'tiborsizligim erimning xiyonatiga sabab bo'ldi. Kelinim molparast bo'lgani uchun uyiga haydab yubordi. Telenovela biznesi paydo bo'lganiga o qadar ham ko'p vaqt o'tmadi. Ammo ularda jamiki yomon platformaga ega bo'lgan kelinlar haqida sahnalar suratga olindi. Marhamat, o'zingiz guvoh bo'ling. Bloger kelin, noshukur kelin, oilasini shantaj qilgan yovuz kelin, tuxumni ham eplab qovurishni bilmaydigan oliy ma'lumotli kelin, o'rlangan kelin, o'yinqaroq kelin, bir kunlik kelin, la'natlangan oila kelini, boy kelinchak, nafsi buzuq kelin, tarbiyasiz kelin, dovdir kelin, oyparast kelin, esi past kelin, modnitsa kelin, vaysaq kelin. Yana shunday sarlavhalar borki, ularni sizga o'qib eshittirishga ham uyalamiz. Balki novellalarning mazmuni unchalik yomon emasdir, ammo ularga berilayotgan sarlavhalar haqida bunday deb bo'lmaydi. Xo'sh, nima sababdan o'zbek telekanallarida bunaqa sifatsiz kontentlarning barakasi uchmayapti?
Ularni tekshiradigan, nazorat qiladigan biror bir tashkilot bormi? Telenovela ijodkorlarichi nima uchun bu biznesni tark etib, sifatli media mahsulot tayyorlashmayapti? Bunga nimadir to'sqinlik qilyaptimi yoki o'zlari ijod qilishni xohlashmayaptimi? Hozir shu kabi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Joriy yil noyabr oyi boshida O'zbekistonda media mahsulotlari axloqsizlikni targ'ib qilmasligi uchun ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi degan xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda sizdirilgandi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori bunga Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, Milliy media birlashmasining birgalikdagi qarorlari bilan kelishilgan. Bugungi shiddatli davrda axborotlar ko'lami va oqimi keng. Media makon zamonaviy, qiziqarli va dolzarb mavzudagi xilma-xil media mahsulotlar bilan to'ldirilmoqda. Lekin ularning barini ham sifat jihatdan, ham mazmun jihatdan, ham milliyligimizga mos va xos tarbiyaviy ahamiyati yuqori deb bo'lmaydi. Shu boisdan ham yoshlar tarbiyasiga va milliy mentalitetimizga rahna soluvchi media mahsulotlar tarqalishining oldini olish va ularning sofligi, milliy axloqimizga moslik darajasini tahlil qilib borish ancha muhim deyiladi xabarda. Shuning bilan tele va radio kanallar ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar, xususan serial, multfilm, kino va qo'shiqlarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etish belgilandi va shu davrga qadar ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlab bo'lingani haqida xabar berilgan. Unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'lgan. Media mahsulotlarimizning yoshlar tarbiyasi va milliy mentalitetimizga ta'siri baholanadi. Yoshlar tarbiyasi va milliy mentalitetimizga rahna soluvchi media mahsulotlarning tarqalishining oldini olish choralari ko'riladi. Bunday media mahsulotlarning namoyish etilishini to'xtatish bo'yicha tegishli vazirlik, idora va tashkilotlarga takliflar kiritib boriladi. Markaz tomonidan tayyorlangan video rolikda esa axloqsizlikni targ'ib qiluvchi media mahsulotlar sifatida seriallar, klip va turli blogerlar tomonidan tayyorlangan videolar ko'rsatilgandi. Ammo shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ma'naviyat ekspertizasi yo'lga qo'yilayotgani faol jamoatchilik tomonidan muhokama qilindi va ayrim e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu holatga Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rasmiy munosabat bildirdi. Alohida ta'kidlash lozimki, ushbu loyiha media kontentlarining yoshlar, ayniqsa maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarga ta'siridan xavotirlangan ota-onalar, ziyolilar, shuningdek keng jamoatchilik so'rovi, talab va tashabbuslari asosida joriy qilinmoqda, deyiladi munosabatda. Shuningdek, ma'naviyat ekspertizasi loyihasi media mahsulotlarga senzura qo'ymasligi, ekspertlarning faoliyati, media kontent ishlab chiquvchilar, ijodiy guruhlar va badiiy kengashlar uchun tavsiyaviy takliflar ishlab chiqishdan iborat bo'lishi aytilgan. Bunda ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, ijodkorlar, blogerlarning ijod erkinligiga daxl qilinmasligi ham ta'kidlangan. Endi biz ko'radigan media mahsulotlari nazorat qilinar ekan deya quvonishni boshlagan edik, ammo oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Adliya vazirligi tomonidan media mahsulotlarini ma'naviy ekspertizadan o'tkazishni joriy etish to'g'risidagi qaror ushbu hujjatni qabul qilgan organlar tomonidan bekor qilindi va ijrodan chiqarib olindi. Ma'lum qilinishicha, Adliya vazirligi tomonidan mazkur masala o'rganilganda, unda jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlariga daxl qiluvchi umummajburiy kuchga ega bo'lgan huquqiy normalar belgilangani aniqlangan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq vazirlik va idoralarning shunday turdagi huquqiy hujjatlari Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim ekanligi aytilgan. Shu bois media mahsulotlarini ma'naviy ekspertizadan o'tkazishni joriy etish to'g'risidagi qaror ushbu hujjatni qabul qilgan organlar tomonidan bekor qilingani va ijrodan chiqarib olingani ma'lum qilindi. Shu bilan telenovelalar faoliyatini nazorat qilish bo'yicha qabul qilingan yagona qonun ham yo'qqa chiqdi. Novelalarning bunday sifatsiz ishlanishiga sabab faqat nazoratning yo'qligimi yoki boshqa muammolar ham bormi? Bu borada Sevimli telekanalining Iqror telenovelasi rejissyori Nilufar To'xtayevaning fikrlarini eshitdik. Telenovela jarayoni murakkab va ko'p xarajat talab qiladigan ish. Aniq umumiy mablag' miqdori ma'lum bo'lmasa-da, asosiy xarajatlarni prodyuser qoplaydi. Aksariyat hollarda aktyorlarning gonorari katta summa bo'lib ketmasligi uchun suratga olish ishlari bir kunda yakunlanishga harakat qilinadi. Biroq 2-3 kun davom etadigan loyihalar ham bor va ularga telekanal tomonidan ko'proq mablag' ajratiladi. Dublyaj qilingan novellalar esa yanada qimmatga tushadi. Chunki odatda 8-10 nafar aktyor dublyaj jarayoniga ham jalb etiladi. Aktyorlardan tashqari suratga olish maydoni uchun ijara, jamoaning ovqati va rekvizitlarga ham alohida mablag' sarflanadi. Kerakli jihozlar va materiallar prodyuser
prodyuserga oldindan aytiladi. U esa ularni suratga olish maydoniga yetkazib beradi. Suratga olish jarayoni odatda ertalab soat 8 da boshlanib, yarim kechagacha davom etishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, telekanallar tomonidan telenovelalar uchun katta mablag' ajratilmaydi. Aktyorlar narxi ham katta summa bo'ladi. Shu sababli novellalar bir kun ichida suratga olinadi. Shunday sharoitda ulardan sifatli media kontent talab qilish ham bir muncha kulgili bo'ladi. Xo'sh, sizga bugungi o'zbek telenovelalardagi qaysi jihatlar yoqmaydi? Izohlarda yozib qoldiring.